Gazda ekanov qilish uchun misli kotel olsammikan yo temir turbali kotel olsammikan deyotgan akalar bu videoni o'tkazib yormaydi. Missi issiqlik o'tkazish koeffitsiyenti 380 400 ga teng bo'ladigan bo'lsa, temirniki 45 dan 60 gacha teng bo'ladi. Shunda orasida 8 baravar farq qilyapti. Bu degani mis turba 8 baravar cho'tki ishlayapti degani. Endi garelka 800 dan 1100 gradusgacha issiqlik beradigan bo'lsa, bizning sistemamiz cho'tki ishlashi uchun 70 gradus yetarli hisoblanadi. Agar biz moshni kotel qo'ygan bo'lsak, yaxshi kotel qo'ygan bo'lsak, taxminan 3 soatlarda mana shu 70 gradus haroratga olib chiqib beradi. Bu degani misli kotel boshlang'ich kotelni yoqqaningizda 3 soat sizga foyda berishi mumkin. Undan yog'iga deyarli temir bilan bir xil ishlaydi. Endi tanlov o'zingizlardan 2 million 3 million qimmatiga misli kotel olasizlarmi yo bo'lmasa temir turbali koteldan foydalanaverasizlarmi? To'g'ri, mis issiqlikni yaxshi o'tkazganligi uchun foydalanadigan joyi mana shu kotelda, dug' konturli kotelda. Sababi bu yoqdan muzdek suv kirib, issiq suv bo'lib chiqib ketish kerak. Shuni hisobiga biz misdan foydalanamiz. Lekin garelka постоянно yonib turadigan joyda biz temir turbalardan foydalanganimiz yaxshi. Chunki misni bilasizlar, tezroq deformatsiyaga uchraydi, yo bo'lmasa ichiga nakib yig'ish ehtimoli yuqori. Endi tanlov o'zingizlardan qaysi kotelni olginglar kelayotgan bo'lsa, bemalol tanlov sizlarniki. Men tajribamdan o'tgan narsani sizlar bilan ulashib o'tdim.